ko'pchilik aldanib qoladigan proyekt ko'rsatib beraman. O'zim guvohi bo'lganman. Bitta odam 3 xona oldim degan, lekin bu 2 xonaligini men isbotlab berganman. Qachonki dokumentini ko'rgandan keyin. Mana men bu kiraverish eshigimiz bo'lyapti. O'sha dokumentini ham qachon ko'rganman, o'sha zalog berib bo'lgandan keyin оформлениеga endi borishayotganda men aytganman, siz otga 2 xona desam, yo'q bu 3 xona degan. Endi uni 3 xona qilish yo'lini hozir ko'rsatib beraman. Hech qanaqa bilinmay ham qoladi. Bu yerda 3 xona qilganingizdan keyin ayni shu 3 xona bu zaldan hisoblanadi. Ya'ni mana bu zalimiz. Bu eng arzon xonadonlarimizdan bittasi. Videodan o'tkazib yubormay, bu proyektni o'z aslida $70,000 sotishyapti. Men esa ancha arzon narxdan hozir sizga taklif qilyapman. Kirib kelaverishimiz, bu yoqda edi, o'ttiz detskiy xonamiz, bu yog'imiz mana zalimiz 6x6 bo'lgan hisobiga mana bu eshik bor-ku, sal suriladi, bu yoqdan ham yana bitta eshik ochiladi. Mana bu o'rtasi bo'lingan joydan prям bitta devor tortiladi. O'shani hisobiga ham bu 2 xonadan 3 xonaga o'tib ketib qoladi. Buni tushunmagan odam 3 xona deb o'ylab overaveradi. Eng zo'r tarafi bu xonadonni skvoznoy hisoblanadi. Sanuzillari alohida. Ko'rib turganingizda, bu yoqqa o'tamiz. Mana oshxonamiz bo'lyapti. Manziliga keladigan bo'lsa, Sputnik 16 da joylashgan bo'lib, 5-bekat metrosidan 1,5 stanovka narxda. Undan tashqari bu g'ishli domdan qurilgan eng zo'ri, sog'liq uchun foydali va eng zo'r etajda, 2-etajda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda bunaqa narx yo'q, $65,000 so'ralmoqda.